Ko'pchilik qabrlar haqida gap ketar ekan, men vafot etganimdan keyin meni farzandlarim keladi, ziyorat qilib turadi. Qabristonda joyim yaqinroq bo'lsin deydi. Kiraverishda bo'lsin deydi. Yo yaqinroq qabristonda uyimga yaqin bo'lsin deydi eng kamida. Bir kishi o'zi uchun bir qabr sotib olibdi. Qabr sotib olib, qabr kavlatib, nomini ham yozdirib qo'yibdi. Vaqti-vaqtida kelib o'zini qabrini kelib u-yoq-bu-yog'ini qarab turar ekan. Vaqt o'tgandan keyin erinchoqlik qilib boradigan vaqtlari kamayib qopti. Shu asnosida bormay ham qo'yibdi o'zini qabriga. Boshida borib turar edi. U-yoq-bu-yog'ini qarab, qurigan o't o'lanlarni yulib turar. Vaqt kelib bormay qo'yibdi erinchoqlik qilib. Bir muddat o'tgandan keyin borsa, qabri shunaqa ham bir ko'rimsiz holatga kelibdi. Shunda u o'ziga o'zi aytibdi, axir bu qabr meni o'zimning qabrim bo'lsa. Men o'zimki bu joyga kelgani erinchoqlik qilib, seni shunday tashab qo'ygan bo'lsam, meni yaqinlarim, do'stlarim, farzandlarim, ayollarim aniq tashab qo'yar ekan degan ekan. Agar fikr mulohaza qilsak, haqiqatda shunday. Qachon oxirgi marta otamizni qabriga bordik? Qachon onamizni qabrini ziyorat qildik? Bor ichimizda har juma odat qilgan yo'q, qaysidir kunni o'zi uchun odat qilib olgan, ota-onasini qabriga boradiganlar ham bor, lekin kam emaslar. Shuni bilaylikki, qabriga tayyorgarlik ko'raylik demoqchiman. Biz jonimizni berayotgan farzandlarimiz ham, ayollarimiz ham hamma bizni tashlab qo'yadi. Kerak bo'lsa qabrimizni boshiga borib Qur'on tilovat qilgan erinadigan kunlar keladi. Mana shuni go'yo eslatib qo'yyaptilar.